Assalomu alaykum hurmatli kuzatuvchilar. Mana navbatdagi xonadonimizga kelib ishlarimizni bitirib olganmiz. Bu xonadonimizga qo'yilgan eshik romlari to'g'risida qisqacha ma'lumot beramiz. Materialimiz G306 mok asfalt rangda bo'lgan. Eshik romlarimiz barchasi oynasi 2 qavatdan. Eshiklarimiz balkon qalin profildan yasalgan. Ichlariga shotlankalarni yasab berganmiz. Eshiklarimiz oynalari bir qavatda oq pisochniy mati, bir qavatda oddiy oq prostoy. Eshiklarimizga Adisher platinum zamorujkalarni o'rnatib berganmiz. Ochilib yopilishiga baho berasizlar. Zamok ruchkalarimizga 5 yilgacha kafolati mavjud. Romlarimizga premium klassdagi ruchkalarni o'rnatib berganmiz. Eshik romlarimiz barchasiga EPDM, ya'ni yog'li qalin rezinkalarni qo'yib berganmiz. Ishimiz juda chiroyli chiqdi. Xizmatlarimizni aloqaga chiqarasizlar. Telegram tarmog'ida yangi guruh ochganmiz. Shu guruhga yangi ishlarimizni joylab boramiz. Bizni o'sha guruhda kuzatib borishingiz mumkin.